هل في الوجود كنعمة القرآن هو روضة تزداد في الوجدان. هل في الوجود كنعمة القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Shura surasining 31-oyatida Alloh aytadi: "وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ." Va sizlar yerda ojiz qoldiruvchi emassizlar. Va sizlarga Allohdan bo'lak biror vali va yordamchi ham yo'qdir. Va Furqon surasining 69-oyatida "Yudā'afu lahul azabu yawmal qiyamah." Qiyomat kunida unga azob ziyoda qilinadi deydi. Va A'rof surasining 179-oyatida "Walahum a'yunun la yubsiruna biha va lahum adhanun la yasma'una biha." Ularning ko'zlari bor, u bilan ko'rmaydilar. Ularning quloqlari bor, u bilan eshitmaydilar deydi. Va A'rof surasining 53-oyatida "Qad khasiru anfusahum va dalla anhum ma kanu yaftarun." Ular o'zlarini boy berdilar va ulardan qilayotgan iftirolari yo'qolib qoldi deydi. Va Nahl surasining 109-oyatida "La jarama annahum fil akhirati humul khasirun." Shak yo'qki, albatta ana o'shalar oxiratda o'shalar ziyon ko'ruvchilardir deydi. Va Haj surasining 34-oyatida "Va bashiril muhbitin." Muhbitinlarga xush xabar bering deydi. Bugun 12-mart 2026-yil. Hud surasining tafsiridan 10-qism. Bundagi mavzular: birinchisi, Allohning dinidan to'sib, uni qing'ir qilishga harakat qiladiganlar yerda Allohni ojiz qoldira olmasliklari va ularga hech bir yordam beruvchi yo'qligi Allohdan boshqa. Ularga qiyomat kunida azob ziyoda qilinishi, ular haqni eshitmagan, ko'rmagan ekanliklari. Ikkinchi mavzu, ana o'shalar dunyo va oxiratda o'zlarini boy bergan, ziyon ko'rgan kishilar ekanligi. Uchinchi mavzu, ularning ziddi bo'lgan mu'minlar, iymon keltirib solih amal qilgan, Allohning diniga bo'ysungan kishilar va ularga beriladigan bashoratlar. O'tgan darsda 19-oyatni yakunladik. Unda Allohning dinidan to'saydigan va uni qing'ir qilishga istaydigan va uni qing'ir qilishni istaydigan kishilar gapirildi. Endi yana shularning holatlari bayoni davom etadi. 20-oyatda ularda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan bir savolga javob beriladi. Uki savol: modom biz Allohning dinidan to'sayotgan bo'lsak, sen aytgandek, yoki uni qing'ir qilib buzayotgan bo'lsak, nimaga Xudo bizni qo'yib qo'yibdi? Nimaga bizni Alloh jazolamayapti? Masalan, bir davlat o'ziga bo'ysunmayotgan odamlarni tezda qidiruvga berib, uni ushlab kelib qamab yoki o'ldirtirib, orqasidan odam qo'yib, tezda chora ko'radi-ku unga. Dushmanini qo'yib qo'ymaydi ya'ni. Nimaga Allohning dushmani bo'lsak biz, Alloh bizni qo'yib qo'yapti? Demak, yo biz Allohning dushmani emasmiz, yoki Alloh bizga kuchi yetmaydi deb o'ylashadi. Ana shu savolga endi 20-oyatda javob berib Alloh aytadi: "Ulaik lam yakunu mu'jizina fil ard va ma kana lahum min dunillahi min awliya yudā'afu lahumul azab ma kanu yastati'una as-sam'a va ma kanu yubsirun." Ana o'shalar yerda ojiz qoldiruvchi emaslar. Va ularga Allohdan boshqa biror avliyolar ham yo'q bo'lmagan. Ularga azob 2 barobar qilib ziyoda qilinadi. Ular eshitishga qodir emasdilar va ko'rmasdilar ham. Ulaik ana o'shalar, ya'ni ularki yuqorida aytilgan Allohning dinidan to'sgan, uni qing'ir qilib burishga harakat qilganlar, o'ylashmasin Allohni yerda ojiz qoldiramiz deb. Lam yakunu mu'jizina fil ard.
Yerda ular ojiz qoldiruvchi emasdilar. Ojiz qoldiruvchi degani, ya'ni masalan bir kishi dushmaniga shunday imkon bermasa hech ham, dushmanini qo'liga tushmasa, ana shu dushmanni ojiz qoldiryapti deyiladi. Ular o'ylashmasin, biz shunaqa qilib Allohni ojiz qoldiryapmiz, Alloh bizga kuch yetmayapti shekilli, bo'lmasam jazoimizni berardi-da. Bu imtihon kayfiyatini tushunmaslikdan-da. Masalan, tasavvur qiling. Imtihon vaqtida bir ikkichi hammaga tegichoqlik qilib, o'ynab, o'qituvchini ham kalaka qilib o'tiribdi. O'qituvchi degani yo'q. Bu indamaslik, unga kuch yetmaslik deganimi? Yo'q. Bu indamaslik undan rozi deganimi? Yo'q. Bu indamaslik unga jazo bermaslik deganimi? Yo'q. Balki bunga eng yaxshi jazo indamay qo'yish mana shunaqa paytda. Hozir o'yna, hammaga tegichoqlik qil, o'qituvchini ham masxarala. Ertaga imtihonning javobi chiqadi, keyin ko'rasan jazo nimaligini. Valillahil masalul a'la. Banda bilan Alloh azza va jallaning holati ham ana shunga o'xshaydi. Ya'ni banda dunyoga keladi, mu'minlarga tegichoqlik qiladi, ikkichilik qilib ibodat qilmay yuradi. Allohni ham masxaralaydi, Rasulini ham masxaralaydi. Alloh qo'yib qo'yadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek, innalloha la yumli liz-zolim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Alloh zolimga muhlat berib qo'yadi, uni ushlagandan keyin qo'yib yubormaydi lekin degan. Biz shu imtihon zalidaligimizni unutmasligimiz kerak. Mana shunaqa savollarga shunday javob chiqadi. Bu dunyo imtihon, jazo diyori emas, imtihon. Natija u nargi dunyoda bo'ladi. U yoq jazo diyori. Ana shuni tushunmaslikdan yuqoridagi kofirlardagi savollar chiqadi. Nimaga Alloh qo'yib qo'yibdi? Nimaga Alloh jazo bermaydi? Jazo bermaydi degan sen ojiz qoldirding degani emas debman. Ular ikramikunu mu'jizini filar. Yerda ular ojiz qoldiruvchi bo'lmagan. Ya'ni o'ylashmasin o'zlaricha Allohga o'zini raqib qilib oldim endi men. Allohga tengma-teng kurashadigan uning dushmaniga aylanmoqman-da men, mana kuch yetmayapti demasin. Endi yerda ojiz qoldiruvchi emas dedi qarang. Bu degani samoda ojiz qoldiramiz degani chiqmaydi undan. Chunki birinchidan yerda deganda bu yerda dunyoda degan ma'no nazarda tutilyapti. Masalan Alloh Qur'onda aytganki: "Va lakum fil ardi mustaqar va mata'un ila hin." Sizlarga yerda qarorgoh bor va bir muddat matolanish bor, ya'ni yerda hayot bor endi. Qiyomatgacha degan. Bu degani samoda yo'q ekan degani chiqmaydi undan. Birinchi ma'nosi mana shu. Ikkinchi ma'nosi yerda deganda, chunki o'sha payt odamzod yerda edi umri. Hech hali samoga chiqmagan. Ammo bir kun kelib samoga chiqsa, samoda ham ojiz qoldirmasligiga ham ishora qilib ketgan. Mana qarang, Alloh aytadi, Ankabut surasining 22-oyatida buni tafsirida o'tdik. "Va ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama." Sizlar na yerda, na samoda ojiz qoldiruvchi emassizlar. Yerga kirsang quloqingdan, osmonga chiqsang oyog'ingdan tortaman deydi-ku. Ana shunga o'xshab yerda ham ojiz qoldiruvchi emassan, ana yerda ojiz qoldira olmaskanmiz. Osmonni aytmadi, demak osmonga qochib qolamiz desa, yo'q, osmonni ham aytib qo'ydi mana. Osmonga chiqib ham ojiz qoldiruvchi emassan. O'zi bugun insoniyat osmonga chiqib ko'rib bilyapti. Yerda tinch yashayotgan ekan, qaytam. Osmon to'la balo ekan, bir soniya kislorod uzilib qolsa, o'sha zahot o'ladi. Bitta asteroid yoki meteorit parchasi kelib urilsa kosmik kemasiga, o'sha zahot parchalanib ketib koinot fazoga chiqib halok bo'ladi. Osmon to'la xatar ekan, u yerda maza qilib yashayotgan ekan inson. Shuning uchun ko'pincha yer keladi, ya'ni bu degani osmonda qutulib qoladi degani emas. Ibn Ali rahimahulloh aytganlar, ular yerda ojiz qoldiruvchi emaslar degani, ya'ni men ojiz emasman, yerga bir buyruq qilsam ularni yutqizib yuboradi degan ma'noda bu oyat degan. Endi modomiki o'zlari Allohni ojiz qoldira olmas ekan ular. Agar kishi dushmanini ojiz qoldira olmasa, ya'ni uni qo'lga tushib qolsa, endi ikkinchi bir uslub borda, o'zini gumoshtalarini yordamga chaqiradi dushmandan qutulib ketish uchun. O'zini kuchi yetmadi-ku chunki. Alloh mana bunga ham javob beradi qarang. Ana shuni doim aytamiz biz, Qur'on insonni miyasida o'rmalayotgan fikrlarga javob beradi. Mana Alloh aytadiki, agar endi o'zimiz qodir bo'lmaymiz, yerda ham osmonda ham Allohni ojiz qoldirishga, lekin endi qo'shimcha yordamga o'zimizni boshqa yordamchilarimizni chaqiramiz demoqchi bo'lsalar, qarang davomida nima deydi? "Va makana lahum min dunillahi min awliya." Allohdan bo'lak ularga biror avliyo ham bo'lmagan deydi. Yordam beradigan.
madad yopirim deb chaqirsa uchib kelib unga yordam beradiganlar yo'q. U xoh ular sig'ingan avliyolarimi, ya'ni avliyolar deb nomlanganining sababi har qanday but avliyo ramzida kelib chiqadi-da. Avliyolardan madad so'rash, avliyolarni vasila qilish, hazrati falon ana shunaqa e'tibordan kelib chiqadi. Shuning uchun Alloh aytayaptiki, ularga endi Allohdan boshqa biror avliyo bo'lmaydi endi. Yordam beradigan. Yo'q berim desa uchib kelib yordam beradigan. Va avliyo deganda har qanaqangi uni gumashtalari, ya'ni hamtovoqlari ham shunga kiradi. Ha? Allohdan boshqa qodir bo'lganingni yordamga chaqir, Qur'on o'qish uchun dedi-ku Alloh. Insdanmi, jindanmi? Ana shunaqa yordamchilaring chaqirdi. Mana shunaqa yordamchilari ham bo'lmaydi ularga hech qanaqa. Ha, bugun o'zlaricha kofirlarda shunaqangi uydirma avliyolar bor-ku, Superman, urgamchak odam va hokazo. U qanaqangi bir falokat bo'lsa yordamga uchib keladi. Yo'q, aslida voqelikda u narsalar. Mana shuni Alloh aytayapti, ularga Allohdan bo'lak biror avliyolar ham bo'lmaydi keyin yordam beradigan. Endi min dunillahni ikki xil tafsir qilsa bo'ladi. Birinchisi amamalloh, Allohning qarshisida ularni himoya qilib qoladigan avliyolar yo'q ularga. Ya'ni Allohga qarshi chiqib, yo'q tegmaysan bunga deb uni himoya qilib olib qoladigan avliyo yo'q. Ikkinchisi min dunillah min g'ayrillah. Allohdan boshqa avliyo yo'q ularga. Alloh faqat haqiqiy yordamchi. Hech kimsa Allohdan boshqa yordam bera olmaydi insonga bir balo kelsa. Ikkisi ham to'g'ri. Na ulardan bir azobni daf qila oladi u avliyolari, na ularga bir foydani jalb qila oladi avliyolari. Oyatda yana bir tafsir bor. Va ma kana lahum min dunillah min awliya degani ma allazi ma'nosida deyshadi. Ya'ni ularga Allohdan boshqa avliyo tutgan bo'lganlar ham Allohni ojiz qoldiruvchi bo'lmadilar. Oyat yuqoriga bog'lanadi shunda. Ya'ni ular o'zlari ham yerda Allohni ojiz qoldiruvchi bo'lmaganlar va ular Allohdan boshqani qo'yib, Allohni qo'yib, Allohdan boshqa tutgan avliyolari ham ojiz qoldiruvchi bo'lmagan Alloh. Bunda shu oyatning ma'nosi mana bu oyatga o'xshash bo'ladi. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Antum laha waridun. Law kana haula'i alihatan ma waraduha. Sizlar Allohni qo'yib sig'ingan o'sha avliyo ma'budlaring ham jahannamning o'tini sizlar. Sen ham Xudoying ham qo'shib jahannamga ketasan. Agar bularning chunki Xudo bo'lsa, Alloh bo'lsa, kirmasdi jahannamga. Ana bu oyat ma'nosi ham shunaqa bo'ladi. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard walallazina kanu lahum min dunillahi min awliya. Ana o'shalar Allohni yerda ojiz qoldiruvchi bo'lmadilar. Va xuddi shuningdek ular Allohni qo'yib avliyo tutganlari ham Allohni ojiz qoldiruvchi bo'lmadilar. Endi ularga beriladigan jazo zikr qilinadi. Mana yuqorida aytdik-ku, bu dunyoda jazo kechiktirilishi yo'q degani emas. Alloh kechiktiradi, yaxshilab berish uchun jazoni. Shuning uchun aytadiki, yudaafu lahumul azab. Ularga azob 2 barobar qilib ziyoda qilinadi. Yudaaf degani daf asli bir narsani ustiga 1 barobar qilib qo'yish, ya'ni foiz qo'yish. Azob borgan sari ularga ziyodalashib boradi. Kamaymaydi. Fazuqu falan nazidakum illa azaba. Totinglar jazoni azobdan boshqa narsani ziyoda qilmaymiz deydi. Ya'ni bu dunyoda har qanday narsa borgan sari kamayib boradi-yu, yo'q. U yoqda ko'payib boradi borgan sari. Azob borgan sari ziyodalashib boradi. Masalan, bugun quyoshda aytishadi-ku, sekinlik bilan yonib-yonib nuri so'nar ekan bir kun. Yo'q, jahannamda unaqa emas. Falan nazidakum illa azaba. Azob ustiga azob ziyoda bo'laveradi. Endi nima uchun ularga azob ziyoda qilinadi? Chunki ular ham o'zi adashgan va ham boshqani Allohning dinidan to'sdilar. O'tdik-ku, soddu an sabilillah. Allohning yo'lidan to'sdilar va uni qing'ir qilishni istadi. O'zi ham adashib, boshqani ham adashtirgandek, o'zi adashgan yetmagan. Ana shuning uchun unga azob ziyodalashtiriladi. Mana bugun chiqib odamlar dindan to'sayotganlarni qarang, nechta odamni adashtiryaptilar. Mana shunga ochiq bir dalolat qiladigan oyat Nahl surasining 88-oyatida o'tdik buni. Allazina kafaru va saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqal azabi bima kanu yufsidun deydi. O'zi kofir bo'lgan
va Allohning yo'lidan to'sgan kishilarga azob ustiga azobni ziyoda qilamiz, ular buzg'unchilik qilganligi sababidan deydi. Ko'ryapsizmi? O'zi kofir bo'lgan. Yana boshqani ham Alloh yo'lidan to'sgan. O'tgan darsda aytganimizdek, o'zi benamoz. Mustahab qilmaydi. Yana qarasang, masjidda oldiga o'tirib olib, masjidga kelib namoz o'qiyman deganlarni ham masjiddan to'sadi. Ana shunaqangi odamlar, bu bir misol. Bunga o'xshagan turi ko'p aytdik ularni. Ana shularga azob ustiga azob ziyoda qilamiz deyapti. Ular buzg'unchilik qilgani sababdan. Terrorchi bular chunki. Terror qo'rqitish degani. Bular Allohning yo'liga yuraman degan odamlarni qo'rqitib terror qilyapti. Mana shular aslida terrorchilar, musulmonlar emas. Bimakanu yufsidun, buzg'unchilik qilganliklari sababidan, odamlarni buzganlari sababidan ana shularga azob ustiga azob ziyoda qilamiz degan. Qizig'i, ertaga jahannamda ular shu buzgan odamlar ularga yopishadi. Sen bizni buzgansan deb. Atihim dayfayni minal azab. Ey Robbimiz, biz kattalarimizga, xo'jayinlarimizga itoat qilgandik. Ular bizni yo'ldan adashtirdi, shuning uchun ularga 2 barobar azob berdi. Ana o'shalar hidoyatdan to'sgan odamlari ularni o'ziga yopishib qiyomatda 2 barobar azob tilaydi. Alloh aytadiki, likullin da'f, hammaga 2 barobar bor, lekin bilmaysizlar deydi. Ya'ni hamma o'zini eng yomon azob chekayotgan men bo'lsam kerak deb o'ylaydi. Lekin Alloh odil, hammaga beradigan jazosini beradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, "Man da'a ila dalala kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu min g'ayri an yanqusa zalika min athamihim shay'an." Kim bir zalolatga chaqirsa, unga o'sha zalolatiga ergashganlarning gunohlarini mislicha gunoh bo'lib turadi, bu ularning gunohlaridan biror narsani kamaytirmagan holda deganlar. Ana shunaqa qilib Allohning yo'lidan to'sayotganlar hamma Allohning yo'lidan to'silganlarning gunohini oladi. Bu degani ularning gunohini kamaytiradi degani emas lekin. Mislicha gunohni bo'yniga oladi. Ikkinchi sababi ularga azob ziyoda qilinishini, ularni chunki har bir qilgan tarki, ya'ni Allohning buyruqlarini tark qilishi va har bir qilgan ma'siyati uchun azob ustiga azob qo'shilib ketaveradi. Ya'ni mana kofir zotini qarang, qancha Allohning qaytariqlarini qilib yuradi. Har bitta qaytariqni qilganligiga endi azob bo'lsa, tasavvur qilavering, qancha azob bo'lib ketadi unga. Bir kunda masalan 5 mahal Allohning chaqirig'iga, buyrug'iga javob qilmay yuradi. Endi umri bo'yi necha marta bunaqangi chaqiriqlarga javob qilmagan. Tasavvur qiling, bular hammasi yig'ilsa qancha azob bo'lib ketishligi kerak. Odam alayhisalom bitta jannatdagi mevani yeb qo'yganlar uchun Odam alayhisalom qarang, bitta qaytariqni qildilar. Odam alayhisalom bitta shu qaytariqni qilib jannatdagi mevani yeb qo'yganliklari uchun jannatda haydab yuborildilar. Bitta gunohga jazo bu, ko'ryapsizmi? Iblis bitta buyruqni qilmagani uchun la'nati bo'lib ketdi qiyomatgacha. Bitta sajda qilmagan. Endi bu odamlarni nechta sajdalarni tark qilib o'rgan. Nechta qaytariqlarni qilib o'rgan, nechta harom narsalarni yeb o'rgan. Bularga azob ustiga azob ziyoda bo'ladi endi. Bugun masalan bir jinoyatchiga jazo o'qishadi-ku, bu qotillik qilgani uchun 10 yil qamoq, o'g'rilik qilganligi uchun yana 20 yil qamoq yoki odamlarning molini tahdid qilgan deydi va hokazo boshqa jinoyat uchun yana 20 yil qamoq. Qarasang o'zi 10 yil yashaydimi, 20 yil yashaydimigan noaniq bo'lgan bir odamga 300-400 yillik qamoq jazosini chiqarib qo'yadi. Nimaga desang, jinoyat ko'pda endi deydi. Nima qilaylik? Bilamiz, o'zi biz ham haqiqatan bu yashamaydi 300 yil, 400 yil, lekin jinoyat ko'p. Mana shunga o'xshaydi-da, bularga azob ustiga azob ziyoda qilinadi, chunki jinoyat ko'p bularning. Mana shuning uchun ham Alloh bularga dunyoda qo'yib beradi. Azob ustiga azob olsin oxiratda deb bilgan ishni qilib yuradi. Xohlaganicha ma'siyat qiladi, xohlaganicha zulm qiladi. Uni man istasa Alloh unga berib qo'yadi. Istidroj deyiladi buni. Bu tushunmaydi. Uchinchi sababi ularga azob ustiga azob ziyoda qilinishini bu oyatning davomiga bog'lanadi. Shundan chiqadi bu tafsir. Uki makanu yastati'una sam'a va makanu yubsirun. Eshitishga qodir bo'lmasdilar va ko'rishga ham. Ya'ni ular haqni eshitmagani uchun. Eshitishga imkon bor, eshitmagan lekin. Allohning koinotidagi dalolatlarini ko'rishga imkonlari bor, lekin ko'rmagan. Faqat havoyi nafsiga yoqqan narsani eshitib yurgan, faqat shu havoyi nafsiga yoqqan narsalarni ko'rib yurgan. Haqiqatni eshitmagan. Haqiqatga dalolat qiladigan narsalarni ko'rmagan.
Alloh bergan mana shu ne'matlarni Alloh yo'liga ishlatmagan. Ko'rish, eshitish ne'matlarini. Ana shuning uchun ularga bu nonko'rliklari uchun azob ustiga azob ziyoda qilinadi. Bunga ko'ra ma'no yudha'af lahumul adab bima kanu yastati'un as-sam'a wa ma kanu yubsirun bo'ladi. Ya'ni ularga azob ziyoda qilinadi, ular eshitishga qodir bo'lmaganlari uchun va ko'rishga qodir bo'lmaganlari uchun. Bunga dalolat qiladigan ma'noda oyatlar ham bor. Masalan, Taborak surasidagi oyat. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jahannamda yotib azoblanib ular aytadiki, agar biz eshitganimizda yoki aql qilganimizda edi, do'zax ashablaridan bo'lmasdik hozir. Demak, qarang, mana ishlatmagan. Alloh bergan a'zolarni Allohning yo'lida, Allohning roziligida, Allohni tanish uchun. Ana shuning uchun jahannamda yotibdi. Masalan, bugun davlat aytadi-ku, shunday imkoniyatlarni yaratib beryapmiz sizlarga deydi. Masjidlarni ochib beryapmiz. Maktablar, madrasalar ishlayapti. Shu noshukrlik qilib, shunday ne'matlarni suiiste'mol qilib, noto'g'ri yo'llarga kirib ketyapsizlar deb, shuning uchun keyin odamlarni jazolaydi olib kirib. Yaratib berganmish, qarang. Alloh yaratib bergan aslida. Bu minnatni Alloh qiladi bu maxluqqa. Shuncha ne'matlarni Alloh senga yaratib bergan, ko'z, quloq. Sen esa Allohning yo'lida shularni ishlatmaysan. Allohni tanish uchun eshitmaysan shu quloqing bilan. Yuraging yorilib eshitma deysan. Allohni tanish uchun ko'rmaysan shu ko'zing bilan haqiqatlarni dunyoga, atrofga qarab, koinotga qarab. Alloh keyin seni mana shu sen o'zing aytganingdek qilib jazolaydi. Shunday ne'matlarni suiiste'mol qilib, harom harishga ishlatganing uchun, shunday ne'matlarni Allohni tanish uchun ishlatmaganing uchun, noshukrliging uchun endi mana azob ustiga azob bor senga deydi. Keyin oyatning davomiga o'tamiz. Aytadiki, "Ma kanu yastati'una as-sam'a va ma kanu yubsirun." Ular eshitishga qodir bo'lmagandilar va ko'rishga ham, ko'rmasdilar ham deydi. Va ko'rmasdilar ham. Bunda ham bir necha xil tafsir bor. Ya'ni nima degani eshitishga qodir bo'lmasdilar va ko'rmasdilar ham degani. Birinchi tafsir, ular haqni eshitmaslikka olardilar o'zlarini. Haq aytilingan paytda. Va haqiqatlar ko'rsatilgan paytda haqni ko'rmaslikka oladilar. O'zi eshitadi, ko'radi, ya'ni quloqi bor, karmas. Ko'zi bor, ko'rmas. Lekin qalb, ko'zi ko'r va kar, qalbi kar. Haqiqat aytilinadi, u eshitmaslikka olib ketaveradi o'zini. Haqiqatlar ko'rsatiladi, atrofda, tabiatda mana Allohning qudratiga dalolat qiladigan qancha voqealar bo'lyapti, koinotda ham, inson hayotida ham ko'rmaslikka olib ketaveradi o'zini. Mana bunga dalolat qiladigan oyatlar bor Qur'onda. Mana Alloh aytgan: "Vaylul likulli affakin athim." Barcha tuhmatchi gunohkorning holiga vayl bo'lsin. Ular kim desang, yasma'u ayatillahi tutla alayh, thumma yusirru mustakbiran kallam yasmaha. Kanna fi udnihi waqra. Allohning oyatlari unga tilovat qilinayotganini eshitadi-da, so'ngra xuddi eshitmaganda ketaveradi. Xuddi quloqida og'irlik bor degan. Quloqiga tom bitgan. Ya'ni masalan bir kunda 5 mahal azon chaqirilyapti. Molga qarab baqirsang ham mol ham qaraydi, nimaga baqiryapti ekan mana odam deb. Egasiga bunday qaraydi, mol ham burilib. Lekin moldek bir fahm yo'q. 5 mahal Alloh chaqiryapti, o'tib ketaveradi masjid yonidan, kirmaydi o'sha masjidga. Ana shu makanu yastati'una sam eshitishga qodir emas ular. Eshitadi, lekin haqni eshitmaslikka olardi o'zini. Qancha odamlar yotib turib namoz o'qiyapti, ko'ryapti, odamlar musulmonlar diniga amal qilyapti. Yo'q, bu ham shu men ham qilishim kerak, men ular nima qilyapti ekan demaydi. Yoki aytdik mana tabiatda, insonning o'zining hayotida ham Allohning qudratiga dalolat qiladigan qancha voqealar bo'ladi, ibratlar. Lekin o'tib ketaveradi, u qarab to'xtab o'shanga ibrat olmaydi ko'rib shu narsalarni. Mana qarang, zolimlarning oqibati nima bo'lyapti? Bu dunyoda qaytar dunyo degan narsa bor. Shaxsiy hayotda bo'ladimi? Siyosiy hayotda bo'ladimi? Kim birovga nima qilsa qaytaveradi o'ziga qarang. Mana shu narsalarni ko'rib bir ibrat olib, men ham demak o'zimni to'g'rilay, zulm qilmay, Allohning aytgandek yashay demaydi. Ko'rmaslikka olib ketaveradi shuncha haqiqatlarni. Mana bunga o'xshash oyatni Ahqof surasining 26-oyatida ham o'tdik. Va ja'alna lahum sam'an va absaran va afida. Biz ularga quloq, ko'z, qalb bergandik. Fama'ana anhum sam'uhum va la absaruhum va la afidatuhum. Lekin ularga bu qulog'i, ko'zi, qalblari esa foyda bermadi degan. Ya'ni ishlatmadi Allohning tanishi bilan sizlarni. Ikkinchi tafsiri oyatning. Ma kanu yastati'una as-sam'a va ma kanu yubsirun. Ular eshitishga qodir emasdilar va ko'rmasdilar degani
eshitishga toqat qilmasdilar degani. Va ko'rishga ham. Ya'ni shu Qur'on aytilsa, hadis aytilsa, dindan gapirishni boshlasang uyqusi keladi. Toqati toq. Betoqat bo'lib, oyog'i likillab, shu o'zini qo'lga ola olmaydi-da. Shu o'chirsam deydi. Imkon qadar tezroq yig'ishtir shu narsalarni tugat, gapirma deydi. Buni har xil bahonalar bilan qiladi odamlar. Masalan, bugun taqiq bor deydi. Eshitma. Nimaga desa, javobgarlikka tortilasan. Qamalib ketasan. Tinch yashaylik. Adashib ketasan. Ochiqchasiga gumrohlikka da'vatdan shunaqa. Ana shu eshitishga toqatlari yo'q edi deganida. Nuh alayhisalomni qarang, qavmini da'vat qilganlar odamlar nima qilardi? Va inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum. Har qachon men ularni seni mag'firatingga chaqirsam, ular barmoqlarini quloqlariga tiqib oladilar, pona tiqqandek quloqiga. Kiyimlariga o'rab olardilar, eshitmadigan mana shu. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda mana shunday qiladi. Oldin bir diniy ma'lumot chiqib qolsa, eshitma, tarqatma. Qamalib ketasan. O'chirib tasha. Imkon bo'lsa keyin telefonni ham almashtirib yuboradi, bir adashib eshitib qolsa. Bu haqni yomon ko'rgandan kimdir unda mayli shu yuqorida aytilgandek davlatni aybdor qiladi, lekin eshitaman degan odam eshitib yotibdi-ku. Bu bahona aslida. Iplasa bo'ladi buni. Ammo bularda o'zida haqqi yoqmaydigan, ya'ni haqni yoqtirmaslik xususiyati bor, haqdan nafrat bor. Alloh oyatda aytgandek, "Ka'annahum humurun mustanfira farrat min qaswara." Ular arslondan qochgan, hurkigan eshaklarga o'xshaydi degan. Mana o'rmonda qarang, bir arslon hirillasa, eshaklar qanday dumni ko'tarib qochib qoladi hammasi. Uni ovozidan. Haqni gapirgan odamdan qochadigan odamlarni Alloh ana shunaqa hurkigan eshaklarga o'xshatgan. Bu meni gapim emas, Allohning so'zi bu. Mana bunaqa gaplarni gapiraversang, shunday ichidan uni shaytoni quturadiki, shu oldida bo'lsang seni chavaqlab tashasa-da. Ana shunaqa his bo'ladi ularda. Haqni gapirgan odamga nisbatan. Ularning ichidagi bu shaytonning gapini ham Alloh aytib qo'ygan aslida Qur'onda. Mana Haj surasining 22-oyatiga qarang, Alloh aytadi: "Va idza tutla alayhim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladina kafarul munkar yakaduna yastuna bil ladina yatluna alayhim ayatina." Agar ularga bizning ochiq ana shunday oyatlarimiz tilovat qilinsa, kofir bo'lgan kishilarning yuzlarida munkarni bilasan degan. Ya'ni shunday qovog'i uyilib, asabi buzilib ketayotgani, shu yuzida anor donasi toshgandek g'azabi quzib ketayotganligini bilib turasan, ularga bizning oyatlarimizni tilovat qilayotganini mushlab oray deydi. Ana shuning uchun sen uni arpasini xom urganing yo'q vaholanki. Sen uni uyiga borib, uyqusidan uyg'otib, uni majburlab quloqiga tiqib eshittirganing yo'q. Lekin shunga qaramasdan sen dunyoni narigi chekkasida turib gapirsang ham uyqusidan uyg'ontirib yuboradi uni bu haq. Shuning uchun kelib ataylab erinmasdan qusib, masalan, kommentariyalarda ana shunaqa gaplarni yozib ketadigan odamlarni uchratasiz. Qulimga tushsang edi deydi. Ana shu ayni Alloh oyatda aytgan narsada Allohning oyatlarini tilovat qilayotgan kishilarni mushlab oray deydi. Uni yuzida shunday munkarni bilasan degan. Bu aslida haqning kuchidan bu. Bo'lmasam kim uni majburlab yetalab olib keldi buni eshitishga? Kimga eshityapti ya'ni? Lekin ana shunaqa eshitadi, lekin o'zi ham keyin toqat qilmay ketadi eshitgan narsasiga. Chunki haqiqat ana shunaqa achchiq bo'ladi-da. Shuningdek, yana bu oyatga tushadi mana shu ma'noga, bir oyatni aytilsa yoki hadisni aytilsa, uni oxirigacha eshitishga toqati qilmay toqati yetmay e'tiroz bildirib o'tiruvchilar. Shu 5 daqiqa kutsa, uni shu miyasidagi qurtga davo aytilinadi shu oyatda, hadis tafsirida, sharhda, lekin toqat yetmaydi. Vaqillab bir narsani e'tiroz qilib gapirib o'tiradi. Unday emas deb. Ana shu ham shunga tushadi-da, makanu yastati'una sam eshitishga qodirmiz, toqat yetmaydi. Bu ularning gunohlari sababdan. Gunohlar odamni betoqat qiladi ana shunaqa. Ayniqsa hozirgi avlod aytayapmiz mana. Ijtimoiy tarmoqlar orqali yarim daqiqa, 1 daqiqalik yengil-yelpi narsalarni, fahsh munkarlarni, botilni ko'rib o'rganib qolgandan keyin toqati yo'q. Makani yasatjonsan. Eshitishga toqat yo'q. Bu ko'rishga ham xuddi shunday. Ko'rishni ham istamaydi. Mana qancha odamlar bor hozir Allohning mahluqotlarini oxirgi marta qachon ko'rib tadabbur qilganini bilmaydi. Qachon bir bunday oyga qarab tafakkur qilgansan desangiz, bilmayman deydi. Qachon bir yulduzlarga qarab tafakkur qilgansan bilmaydi.
Qachon bir nabototlarga qarab, hayvonot olamiga qarab tafakkur qilgansan bilmaydi. Bu ko'z bormi mana? Nima edi mana pechandadagi ikkita narsa desang, ha bor. Nimani ko'rasan u? Faqatgina ko'radi. Faqat fahsh munkar ko'radi. Havoy nafsiga yoqqan narsani ko'radi. Hech bir Allohni tanitadigan narsani ko'rmaydi. Ana shu va makanu yubsirun ko'rmasdilar bular degani. Bu degani o'sha Allohga dalolat qiladigan narsalarni ko'rishni istamasdilar ya'ni. 3-tafsiri oyatni Alloh ularni jazolab eshitishga qodir bo'lmaydigan qilib, ko'rishga qodir bo'lmaydigan qilib qo'ygan. Eshitishga qodir emas va ko'rishga qodir emas qilib qo'ygan. Ya'ni mana Alloh aytgan-ku, Yosin surasida: "Xotamallohu ala qulubihim va ala sam'ihim va ala absorihim ghishawa." Alloh ularning qalbiga muhr bosib qo'ygan va quloqlariga muhr bosib qo'ygan va ko'zlariga esa parda tortib qo'ygan. Summun bukmun umyun. Kar, soqov, ko'r ular. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu va fi adanihim waqra. Biz ularning qalbiga ana shu parda tortib qo'ydik, uni tushunmasligi uchun, ya'ni tushunmaydi haqni. Tushunmaydigan qilib qo'ydik. Quloqlarida esa og'irlik bor degan. Kaf surasida o'tdik buni. Nimaga Alloh bunday qiladi? Bir odamni haqni eshitolmaydigan qilib qulog'iga pona tiqib qo'yadi. Yoki haqni ko'rmaydigan, ko'rsa ham tushunmaydigan qilib ko'ziga parda tortib qo'yadi, qalbiga muhr bosib qo'yadi desang, gunohlari sababdan. Xususan, haq birinchi marta kelganda uni inkor qilganligi sababdan. Va nuqallibu afidatahum va absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra. Qanday birinchi marta unga iymon keltirmagan bo'lsalar, endi ana shunday qilib ularni qalblari va ko'zlarini chapparib qo'yamiz degan Alloh. Ya'ni senga haq shunda ilk bor keladi-ku, Alloh Karim yetkazadi senga haqiqatni. Qizg'anmaydi. Lekin sen o'shanda haqiqatni achchiqligi sababdan va o'zingni dunyoyingni shirinligi sababdan haqiqatga nimadir bahona topib inkor qilasan ana shu. Ana shu sababdan deyapti Alloh, keyin qarang. Birinchi marta haq kelganda uni inkor qilganligidan ko'z bilan qalb chapparib qo'yar ekan Alloh. Keyin doim o'shanga teskari bo'laveradi haqqi. Qachon aytsang o'shanga teskari. Chunki birinchi marta teskari bo'lgan. Endi Alloh o'zi bir rahim qilib bu zalolatdan seni qutqarmasa, o'la-o'lguningcha ketasan shuni. Buni misol nimaga o'xshaydi? Mana qarang, yo'lda bir kichkinagina bir dumaloq tosh yotgandi. Shuni bunday oyog'ingni bir cheti bilan bosib o'rsang, u seni shunday yiqitadi. Agar o'shanda seni kimdir yoningda tutib qolmasa, bo'ldi, shu bilan sen boshing bilan tushasan. Miyang qatig'i chiqadi. Yoki mana yo'lda ketayotganda, mashina ham katta tezlikda ketayotganda, rulni ozgina qimirlatib o'rsang, endi agar o'shanda o'zingni tutib olmasang, bo'ldi, shu bilan keyin sen jarga qilasan. Insonning bu dunyoda oxirat sari yo'li ham mana shunga o'xshaydi. Haq unga kelgan paytda nimandir bahona qilib odam shunday haqni rad qilsa agar, bo'ldi, ketdi, shu bilan bu odam jahannamga ketadi. Illo magar Alloh o'zi rahim qilib yana unga imkoniyat berib, uni shunday bir qaytarib qolmasa, bo'ldi, bu odam jahannamga ketadi shu bilan. Mana bu odamlarning hozir ham ko'rasan, ularda alomati shuncha tushunarli qilib Allohning kalomi, Rasulining kalomini aytsang ham, nima deyotganingni o'zing tushunyapsanmi deb turadi. Bu bechorani ham tushunasiz, u tushunmaydi, chunki Alloh uni quloqiga pona tiqib qo'ygan. Ko'ziga parda tortib qo'ygan, qalbiga muhr bosib qo'ygan. O'zi tushunmaydi u. Shuning uchun boshqalarni ham tushunmaydi deb o'ylaydi. Boshqalarga ham tushunarsiz gap gapiryapti bu deb aytadi. Yo'q, aslida sen tushunmayapsan. Tushunmasligining sababi Alloh qulog'ingga pona tiqqan, qalbingga muhr bosgan, ko'zingga parda tortgan. Gunohlaring sababdan. 4-tafsiri oyatni. Oyat yuqoriga bog'lanadi. Ya'ni ularga azob ziyoda qilinadi. Ma kanu yastati'una sam'a va ma kanu yubsirun, modomiki eshitishga qodir bo'lar ekanlar va ko'rar ekanlar. Ya'ni abadiy degani. Chunki ular eshitishi, ko'rishi jahannamda endi abadiy-ku. Ya'ni jahannamda o'lish yo'q. Mana boshqa oyatda aytgan-ku, xolidina fiha madamati samawati wal ard. Jahannamda ular mangu qoladilar, modomiki samovat yer turar ekan deydi. Bu degani mangu degani ya'ni. Garchi samovat yer yo'qolib ketsa ham, lekin bu yerda mangulik maqsad qilingan. Shuncha oyatning davomida illa Robbing xohlagan narsa bundan mustasno deb, ya'ni uning davomi borligiga ham ishora qilgan. Mana bu yerda ham ma'no shunga o'xshash bo'ladi. Ularga azob ziyoda qilinadi, modomiki eshitishga qodir ekanlar va modomiki ko'rar ekanlar. Bu nima degani? Ya'ni modomiki ularning hislari ishlar ekan, a'zolari azob ziyodalashtiriladi degan. Shuning uchun mana a'zolari ishlamay qolganda, ya'ni terilar yonib kuyib
baddalnahum juludan ghayraha liyaduqul azab. Boshqa teri almashtirib beramiz azobni tatishliklari uchun degan. Mana shunaqa bo'ladi bu oyatning ma'nosi. Modomiki eshitisharkan va ko'rarkan, azob ziyodalashi bo'ladi ularga. Makanu degani demak, madamu bo'ladi unda ma'nosi. Modomiki. 5-tafsiri oyatning. Bu yerda ularning sanamlari haqida, ana avliyolari haqida gap ketyapti. Ularga aytildi-ku, avliyolar yo'q, yordamchi Allohdan boshqa. Ularga azob ziyoda qilinadi, chunki ular sig'inayotgan ana avliyolar makanu yastati'una sam. Eshitishga ham qodir emasdi ular. Ular qayerdan javob qiladi endi? Eshitmaydi ham o'zi. Xoh u butlarmi? Eshitishga qodir emas. Xoh mana qabrda yotgan avliyolarga sig'inib madad so'raydi kimlardir. Eshitmaydi u avliyolar, go'rda yotibdi. Va makanu yubsirun, va ko'rmaydi ham u avliyolaring. U xoh butlaringmi, xoh mana qabrda yotgan avliyolaringmi ko'rmaydi seni. Demak, bu yerda ularda o'sha avliyolarini sifati gapirilayotgan bo'ladi. Ular eshitishga qodir emasdi va ko'rmasdilar ham. Hammasi to'g'ri oyat ma'nolarini, bu 5 xil tafsirni ana shu Qur'on hammal lil wujuh har xil ma'nolarga ko'ra tushunsa bo'ladigan kitob. Hammasiga dalolat qiladigan oyatlar bor. Masalan, mana butlar eshitmasligi, ko'rmasligiga dalolat qiladigan Alahum arjulu yamshuna biha. Alloh aytganki, ularda nima yuradigan oyog'i bormi? Amlahum aydi yabtishuna biha. Ularda yoki bir ushlaydigan qo'li bormi? Amlahum a'yunu yubsiruna biha. Ularda bir ko'radigan ko'zi bormi? Amlahum adhanu yasma'una biha. Yoki ularda bir eshitadigan qulog'i bormi degan. Yo'q. O'zingdan battar zaifku, nimadan undan yordam kutasan unda? Nimaga undan yordam kutasan unda? Ana shu ma'noda bo'ladi. Endi faqat oyatda bir narsaga e'tibor beraylik. Eshitish haqida gapirganda makanu yastati'una degan joyi bor. Ular eshitishga qodir emasdilar. Ammo ko'rish haqida gapirganda va makanu yastati'una yubsirun demagan. Makanu yubsirun deyapti faqat. Ko'rishga qodir emasdilar demayapti, ko'rmasdilar deyapti. Nimaga eshitish haqida gapirganda unga qodir emasdilar deb gapiryapti-da, ko'rish haqida gapirganda unga qodir emasdilar demayapti, ko'rmasdilar deyapti shunchaki. Chunki ko'rish osonroq amaliyot, eshitish qiyinroq amaliyot. Shuning uchun ko'pchilik ko'rishga toqati yetgan narsaga, lekin eshitishga toqati yetmaydi. To'g'rimi? Ya'ni masalan, odamlar o'zi mana biz gapiryapmiz quruq. Odamlar shuni eshityapti. Ko'rmayapti lekin. Shunda ko'pchilik shunda aytadi-ku, shu ko'rib birdan gapirsa ekan, shu yaxshiroq bo'ladi deydi-da. Ana shundan bilasizki, eshitishda toqat qiyinroq. Ko'rmay turib eshitish o'zi bo'lsa faqat. Lekin ko'rish osonroq bo'ladi. O'zimiz shuning uchun 1000 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan yaxshi deydi-ku. Bitta ko'rsa, unda birdaniga tushunadi odam deydi. Ana shuning uchun eshitish haqida gapirganda unga ularning toqati yetmas deb gapiryapti. Ish qiyin-da eshitish, ham eshita olmaydi. Xususan haqti ya'ni. Ammo ko'rish haqida gapirganda unga toqat yetmas demayapti. Unga toqat yetaveradi, ko'rishi mumkin ya'ni. Yana bir misol aytaman shunga. Masalan, seni bir dushmaning bor. Yomon ko'rasan shuni. Ko'rgan ko'zing yo'q deydi-ku. Lekin o'sha ko'rganing ko'zing yo'q degan taqdirda ham shunga bitta qara desa, unchalik qiyin emas senga. Yo'q, qara olmayman men. Yo'q, qara olmayman demaysan. Ha, nima qarayman mana nima? Qarashga qodir bo'lsan. Lekin endi o'shani gapirgan gapini qo'yib bersa, shu eshitishga toqating yetmay ketadi. Yo'qot deysan. Shu toqatim yetmayapti. Yo'qot ovozini o'chir shuni deysan. Ko'ryapsizmi ya'ni? Ko'rish qiyin emas, eshitish qiyin ekan ya'ni. Yana shuningdek, ko'rish bir lahzalik ish. Ya'ni qaraysan, ko'rasan bo'ldi. Uni ya'ni ko'rishda tartib shart emas. Bitta qaraysan, ko'rasan. Unga soatlab vaqt ketmaydi. Ammo eshitishda uzoq vaqt talab qiladi eshitish va unda tartib shart. Ya'ni 1-daqiqasini eshitasan, 2-daqiqasini eshitasan, bu 1 soatlab vaqt talab qiladi kerak bo'lsa. Mana shu uchun eshitishga ular toqatlari yo'q edi, qodir emasdilar deyapti, ammo ko'rishda esa ko'rishga ular qodir emasdilar demayapti. Chunki bu katta bir tashvish talab qilmaydi insonni. Ko'raveradi har narsani. Shuningdek, yana bir narsaga e'tibor beraylik oyatda. Lam yakunu makanu degan narsa emasdilar, bo'lmaganlar degan gap 4 marta takrorlandi. Ular lam yakunu mu'jizina fil ard. Mana birinchisi. Yerda ojiz qoldiruvchi bo'lmaganlar degani, lam yakunu degani. Va makana lahum min dunillah, ikkinchisi mana makana. Ular Allohdan boshqa ularga avliyo bo'lmagan. Makanu yastati'un. Uchinchisi mana bu makana. Eshitishga toqatlik bo'lmagan. Makanu yubsirun. Ko'radigan bo'lmagan. Nima uchun mana shu makana lam yakunu 4 marta takrorlanyapti? Bu mana shu sifatlar uki
hidoyatga haqlilik sifatlari ularning kavniyatida, ya'ni jismida, xilqatida bo'lmagan o'zi degani. Misol o'zimizda o'zbek tilida bir odam bu odam bo'lmaydi o'zi deyiladi-ku. Bu nima degani? Bunda shu odamiylikka haqlilik, layoqatlilik yo'q degani. Bu faqat odamga ishlatmaydi, boshqa narsalarga ham ishlatiladi. Masalan, bir narsa qattiq shikastlandi. Bir mashina juda qattiq bir avariyaga uchradi. Shunda odam aytadiki, bu odam bo'lmaydi endi, bo'ldi deydi. Uni qayta tiklashga yaroqlilik yo'q degani. Mana bu odamlarda ham Alloh azoblanadi dedi-ku. O'shanda kimgadir xayol kelishi mumkin-da, endi bularni ham azoblab nimaga kerak? O'zi rahmlilar bo'ladi-yu. Yana bir imkoniyat berish kerak ekan bularga ham. Balki tuzalib ketar. Yoki balki bularga masalan to'g'ri tushuntirilmagandir. Yaxshiroq, to'g'riroq tushuntirilsa balki qabul qilar. Haqiqatlar ko'rsatilmagandir. Agar yaxshiroq ko'rsatilinsa balki ergashar. O'zicha mana shunaqangi rahmlilar bo'ladi-da. Ana o'shalarga javob tarzida kelgan bu. Makanu lam yakunu. Bo'lmagan, bo'lmaydi ham degani. Ya'ni bular o'zi bularda umuman haqqi layoqatlilik bo'lmagan, haqni eshitish xususiyati. Bularda o'zi haqni ko'rish xususiyati bo'lmagan ularga. Bularga o'zi hech qanaqa yordamchi ham foyda bermaydi, bo'lmaydi yordamchi ham unga. Bu botqoqqa botib qolgan chiqaraman desang ham battar botadi u. Va bo'lmaydi ham hech qanaqa, bular odam bo'lmaydi bular. Jahannamga yonishga haqli odamlar. Umuman bularda fazilatga yaroqlilik, layoqatlik ularning kavniyatida yo'q. Kavniyati degani ya'ni ularda bir asli bir moddasida degani. Asli bir tarkibida yo'q. Bir narsani kavniyati desa, uni vujudi degani, bo'lishligi degani, borlig'i degani, ya'ni kavn deymiz-ku, mana koinot, ya'ni borliq. Uning borlig'ida o'zi yo'q haqiqatga layoqat. Ana shuning uchun Alloh bularni jahannamga tiqadi, shuning uchun jahannamda abadiy azoblaydi. Shuning uchun aytganki, "Wala ruddu la'adu limanhu an." Agar ular dunyoga qaytarilsa, jahannamdan chiqarilib ham borib ko'rib kelsa ham, ya'ni dunyoga keladi-da, yana o'sha eski narsasiga qaytadi degan. Ya'ni bu dunyoga qaytib kelib yana kim ko'rib kelibdi deydi. Borib ko'rib kelsa ham yana kim ko'rib kelibdi deydi. Ana shuning uchun bular jahannamiy ya'ni. Endi qarang, bular mana shuncha a'zolarni ishlatmagan, uval qilgan ekan. Haqqa ishlatmagan quloqlarni, haqqa ishlatmagan ko'zlarni. Bu qanday ne'mat edi, to'g'rimi? Bugun dunyodagi eng kuchli mikrofon nech pul turadi? Izlang narxini. Eng kuchli qimmat mikrofon va eng kuchli video kamera nech pul turadi? Dunyoda birinchi raqamli video kamera deyilgan video kamera bo'lsa, narxini qarang nech pul turadi shu. Va dunyodagi eng kuchli kompyuter nech pul turadi? Shular narxini hisoblang. Endi tasavvur qiling, bir odam olib kelsa-da, ana shu eng kuchli mikrofon, eng kuchli video kamera, eng kuchli kompyuterni olib kelib axlatga tashlab yuborsa. Bu odam jinnimi deysiz, ya'ni? Nima qildi bu odam? Nima qilganing bo'ldi bu? Yoki olib kelib maydala sindirib tashlasa shuni. Yoki olib kelib o'ynab o'tsa shu qimmat narsa bilan. Har qanday odam aytadi, o'ynagan narsa yo'qmi? Senga o'ynagan bir oddiyroqdan olsang bo'lardi-ku. Uvol qilding shunday qimmat narsani, shuning uchun oldingmi shuni deydi. Vaholanki endi qarang. Insonga berilgan quloq har qanday diktofondan mukammal va qimmat. Insoniyat hali uni qanday ixtiro qila olgani yo'q. Insonga berilgan kamera, ko'z ya'ni har qanday kameradan mukammal va qimmat. Unaqangi kamera hali ixtiro qilingani yo'q. Insonga berilgan miya har qanday kompyuterdan mukammal va qimmat. Miyaning 1 santimetrida dunyodagi eng kuchli kompyuterlardan xotirasidan katta xotira joylashgan hujayralar ichida. Endi qarang, ana shunday qimmatbaho a'zo quloq, qimmatbaho a'zolar ko'z, qimmatbaho a'zo kompyuter insonning miyasi berilgan. Yana bundan boshqa yana qancha a'zolar bor? Til, qo'l, oyoq, ko'z, yurak. Bitta buyrak masalan nech pul turadi qarang mana. Odamlar bugun bitta buyrakini sotib millioner bo'lib ketyapti. Bitta tish qarang mana, bitta tish o'rnatishingiz qanchaga tushadi. Shuncha narsani Alloh bergan bir insonga qarang. Bu kishimiz endi o'ynab o'tiribdi. Eng kamida bu. Bo'lmasa uni Allohga qarshi ishlatyapti shuncha a'zoni. Ana shunda uval qilding, rasvo qilding, shuncha narsani deyilishga haqlikmi endi? Zararga ketdi ya. Shuncha narsa deyilishga haqlikmi? Ana kameralarda aytganda bunga batareya qalo haqlimi? Ana shuning uchun 21-oyatda endi Alloh nima deydi qarang.
ulaikallazina khasiru anfusahum va dalla anhum ma kanu yaftarun. Ana o'shalar, ana shular o'z nafslarini boy berib ziyonga kirdilar va ulardan iftiro qilgan narsalar yo'qolib qoldi deydi. Xosiro degani ana shu uvol qilish degani. Zararga kirish degani. Masalan, tasavvur qil, 100 so'mlik narsani bozorga borib 1 millionga sotib olib kelsang. Ha, ahmoq deyiladi, o'lgan ekansan, shunchalik ham bir aqling ishlamaydimi? 100 so'mlik narsani 1 millionga sotib olib keldingmi? Yoki ana shunaqangi qimmatbaho narsani olib, uni olib borib arzonga sotib kelsang. 1 millionlik narsani borib 100 so'mga sotib kelsang. Jinni ekansan, ahmoq ekansan, shuncha ham zarar ko'randa bo'lasanmi deyiladi. Shuncha qimmat narsani borib shunga sotib keldingmi? Hozir lekin odamzod mana shunday qilyapti-da, mana shunday Alloh bergan quloq, ko'z, miya va boshqa a'zolarni kimdir o'ynab uvol qilyapti. O'yin uchun yo'q qilyapti, shuni ishlatib shunday a'zolarni. Bu eng kamida deyapman. Kimdir qarasang botilga xizmat qilib ishlab o'lib ketyapti botil yo'lda mana askarlar. Allohga kurashib yo'q qilyapti shuncha qimmatbaho a'zolarni. Kimdir harom harishga yo'q qilyapti shu narsalarni. Ana shunda bu odamlar shuncha narsani uvol qildi deyiladimi? Ana shuni Alloh aytayotgan mana shular bo'ladi. Ularki xosiru anfusahum, o'zligini boy berganlar. Shunday jasad, inson degan bir mukarram maxluqni uvol qilgan bular. Bugun botil ahlidan o'zicha bir ta'rifni eshitasan. Dinga amal qilib, yoshligidan dinga haris bo'lgan kishilarni keyin xususan shu din yo'lida ularga bir ozorlar kelsa, kimdir qamaladi masalan. Kimdir o'lib ketadi kerak bo'lsa. Kimdir sarson sargardon yuradi yoshligidan din yo'lida, hijratda, ilmda, jihodda. Ana shunaqa paytda aytadiki, shunday tuppa-tuzuk yigit ekan, oydek qiz ekan, shunday uvol bo'ldi-ya, o'zini o'zi uvol qildi, o'zini o'zi zoyi qildi deydi. 10 gulidan bir guli ochilmay, guldek umringni haron qilding deydi. Odamlarga o'xshab nima ishlar qilsang bo'lardi? Tuppa-tuzuk joylarga kelin bo'lsang bo'lardi. Qanday bir jamiyat ichida o'zingni o'rningni topadigan bir katta odam bo'lsang bo'lardi sen. Shunday umringni haron qilding, guldek umringni zoyi qilding deydi. O'zicha Allohning yo'lida u erkakmi, ayolmi? Ana shu ozor chekish, zoyi bo'lishdi, ya'ni zoyi bo'lish degani qanday? Allohning yo'lida inson jismini qurbon qilishini, umrini Alloh yo'lida sarflashni zoyilik deydi. Uvol deydi, shuni uvol bo'ldi deydi. Yo'q, uvol bo'lmas. Haqiqiy uvollik bu seni hayoting haqiqiy uvollik, guldek umringni hazon qilyapsan. Ana shu Alloh aytgan narsa ulaikallazina khasiru anfusahum. Ana shular o'zligini boy beryapti aslida. Ularni qarasang shunday jasadi bor, erkagini ham, ayolini ham, idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum. Qarasang, ularni ko'rsang jismi seni ajablantirib qo'yadi. Va yaqulu tasma' li qawlihim, gapirsalar gapini eshitasan deganimda eshitib qolasan, ya'ni diktorlarni qara, jurnalistlarni qara, aktyorlarni qara, shuncha jasad, shuncha mana burro til bor ekan, shuncha o'zcha zehn bor ekan, zakovat bor ekan. Shuni shunday bir o'yin kulguga mushlashib bir qarasang boksda boshqada. Ya'ni bir qarasang aktyorlik qilib shunday jasadni harom harishga ko'z qiladi. Yana bir qarasang shunday tildi mana Allohning diniga kurashishga ishlatadi. Shunday zakovatni Alloh bergan zehn bor dunyoga ishlatadi. Ana shu uvol qilish deyiladi. O'zligini boy berish deb mana shuni aytiladi. Ha, uni o'rniga Allohning yo'liga ishlatsangida shu narsalarni qanday ajringni olarding oxiratda? Uvol qilding-ku, shuncha Alloh bergan ne'matni. Tasavvur qil, bugun bir odam 1 milliard dollarlik bir mashinaga axlat tashib yursa. Uvol deydi odamlar, shunday qarab. Axlat tashigan mashina yo'qmi desenga boshqa. Bugun insonning jasadi mana shu milliard dollardan qimmat mana aytdik-ku, har bitta a'zosini qarasang qancha pul bo'ladi bu insonning. Topilmaydi ham ba'zan pulga. Lekin inson kofir bo'lib yashab yurishi ana shu jasadga najosatni ko'tarib yurish degani. Innamal mushrikuna najas. Mushriklar najosat degan Alloh. Ana shu jasadni uvol qilib axlat tashib yurish degani. Va anta bayna zalika hammalatun lil adira. Salaf solihlar aytgandek, shu o'zi axlatiding, axlatga ketasan yana, o'rtada yana axlatni tashib yuribsan. Axlat jasadni. Ana shuning uchun Alloh uvol deydi inson doim bunaqa holatda innal insana fi khusr. Inson ana shunday ziyonda deydi mana.
Insonni bunaqangi uvol bo'lishini Alloh ko'p oyatlarda takrorlagan. Buni o'tdik qanchasini, va yana o'tamiz. Taloq surasining 9-oyatiga qarang. Josiya surasining 27-oyatiga qarang. Shuro surasining 45-oyatiga qarang. G'ofir surasining 85-78-oyatiga qarang. Zumar surasining 15-oyati. Naml surasining 5-oyati. Mo'minun surasining 103-oyati. Haj surasining 11-oyati. Anbiyo surasining 70-oyati. Kaf surasining 103-oyati. Yunus surasining 45-oyati. Arof surasining 9-53-oyatlari. An'om surasining 12, 20, 31, 140-oyatlari. Niso surasining 109-oyatiga qarang. Hammasida mana shu ma'no ta'kidlangan. Odam o'zini o'zi uvol qiladi. Qanday qilib desang, Allohning yo'lida ishlatmasdan mana shu jasadni. Oyatga qaytamiz. Keyin aytadiki, "Va dollanhum ma kanu yaftarun." Ulardan iftiro qilgan narsalari zalolatga ketib qoldi. Dolla degani aslida adashib qolish degani. Endi ular iftiro qilgan narsalar deganda ikki xil tafsir bor. Birinchisi, ular Allohga iftiro qilib to'qigan ana avliyolari. U xoh butlar bo'lsin, avliyo ramzidagi, xoh qabrda yotgan ulug'lar bo'lsin va hokazo. Shu Allohdan boshqa ular iftiro qilib to'qigan avliyolar ulardan adashib qoldi degani, ya'ni ular yordamga chaqirsin dedi-ku, yo'q, yordamga kelmaydi. Xuddiki yordamga kelyotib adashib qolgan kishidek bo'ladi-da ular. Masalan, tasavvur qiling, bir odam uyi yonayotgandi. O't o'chiruvchilarni chaqirsa, o't o'chiruvchilar yo'lda adashib qoldi. Shu paytda ham adashamaydi deysiz-ku. Shu eng kerakli vaqt endi. Shu vaqtda ham adashadi endi. Nima bir taraddudini ko'rmaydimi? Qanaqa o't o'chiruvchi ular? O't o'chiruvchi odamda xaritalar, hamma narsani yo'llarni bilish kerak. Ular qanday adashadi o't o'chiruvchi odam? Yoki bir odam o'lyapti. Doktor chaqirsang, doktorlar yo'lda adashib qoldi. Doktor odam bilmaydimi yo'lda deyiladi. Unga tushuntirildi. Ana shunga o'xshaydi-da, ular shunday qattiq azobga giribdor bo'lib turgan paytda avliyolarga qarab madad deyapti. Yo'q, avliyolar kelmayapti. Bu degani yo'q ular o'zi. Yoki bo'lsa ham yo'lda adashib qoldi degani. Dollani ana shu ikki xil ma'nosi bor. Birinchisi o'zi adashib qolish, ikkinchisi yo'qolib ketish. Yo'q o'zi degani, ya'ni. Yo'q. Ulardan yo'qoldi. Ular iftiro qilib to'qigan olhalar. Bu ma'no ham Qur'onda ko'p takrorlangan. Ya'ni ular shu olha deb da'vo qilganlari yo'q bo'lib qolishi, yordam bermasligi kerak vaqtda. Buni Fussilat surasining 48-chi, Qasas surasining 75-oyatida, Nahl surasining 80-oyatlarida o'tdik. Mana ko'p keladi bu ma'no Qur'onda. Ikkinchi tafsiri dollanhum makanu yafturun degan. Ular iftiro qilayotgan da'vo gaplari yo'q bo'lib qoldi endi. Ya'ni ular dunyoda qanday katta gapirardi? Bor Xudoyingga ayt kerak bo'lsa, menga jannat kerak emas. Shu dunyoda bersin jannatimni. Yoki payg'ambar alayhisolamga qilgan tuhmatlari, shoir, majnun, sehrgar, Allohga qilgan tuhmatlari, qanaqa katta gaplarni gapiradi botil ahli bugun dunyoda o'tirib olib. Ana shu iftiro deb nomlanyapti. To'qma yolg'onlari ulardan yo'qolib qoldi degani, ya'ni mushukchadek pisib qoldilar endi azob kelgan paytda. Mana Firavun shunday xudolikni da'vo qilgan, ana robbukumul a'la. Bani Isroilda ilohdan boshqa iloh yo'qligiga iymon keltirdim devordi-ku cho'kib ketgan paytda. Qani ilohlik da'volari endi? Dolla yo'qoldi ulardan. Bunaqangi iftirolar. Buni bugun ham ko'rasan. O'zicha bunday hali dunyoda hech qiyinchilik ko'rmagan paytida, ofiyat vaqtida katta gapirib, hech kimga bermaymiz seni deb yotganlar, bitta urush bo'lsin, bir quloqini tagidan shuvillab o'qlar uchib o'tsin, o'layotgan odam ko'zi qanaqa o'ynaydi? Ana shunaqa qilib ko'zi o'ynab, vahmaga tushib, qochib qolganini ko'rasan hammasini. Aeroportda birinchi qochaydiganlar ana o'shalar bo'ladi. Ana shunda aytilinadi-da, dollanhum ma kanu yaftarun. Ular iftiro qilgan, ya'ni shu yolg'ondan qo'yib yuboradigan gaplari qani endi yo'qolib qoldi. Bunaqa paytlarda faqatgina iymon foyda beradi. U qo'shiq eshitib kelgan g'ururlar, shijoatlar yoki ofiyat vaqtida, ko'ngil xushlik vaqtida aytilingan baland parvoz gaplar unaqa paytda foyda bermaydi. Dollanhum ulardan yo'qolib qoladi unaqangi yolg'on va'dalar, katta gaplar ya'ni. Ana shular iftirolar degani. Endi ular aytdik o'zligini dunyoda boy berdi ana shunday. Agar masala shu dunyoda boy berish bilan tugasa ham qaniydi? Ha, endi ketdi-da derdik. Yo'q, endi masala qiyomatda ham davom etadi-da. Haqiqiy ziyon qiyomatda ko'rilgan ziyon. Ana shunday jasad endi faqat jahannamda yonib o'tin bo'lishga ishlaydi. Bugun bir odamni pullarni
sigaret yoqishligiga qog'oz qilib ishlatganligi uchun olib kelib jazolanyapti. Hammamiz ko'rdik. Bir kishilar bir davlat pulini olib sigaret qilib yoqibdi. Shuning uchun olib kelib uni jazolab jinoiy javobgarlikka tortildi. Nimaga sen bir davlat pulini, uni bir ramzi u axir. Qiymatli, shunday qadrli narsa. Uni qog'oz qilib yoqasan sigaretingga. Boshqa narsa yo'qmi senga yoqqani? Aslida pul emas, asli u qog'oz u. Asli pul Alloh yaratgan pul, tilla kumush pul aslida. Bu odamlar o'zi chiqarib olgan pullar asli u qiymatsiz narsalar, qog'ozdan farqi yo'q aslida uni. Sigaret qog'ozdan umuman farqi yo'q aslida uni. Lekin endi odamlar mayli, o'zlari shuni pul deb istiloh qilib olgan, shuning uchun uni yoqishlikni biz yoqing demayapmiz. Aslida haqiqatni aytyapmiz-da. Shuni yoqishlikda odamlar endi o'zlaricha jinoyat deb olgan. Uvol deyapti shuni. Endi Alloh mukarram qilgan mana shu insonni qarang. Jahannamga yonishga o'tin qilishchi bu uvol emasmi? Buni Alloh insonni majburlab qilmayapti, o'zini o'zi qilyapti inson. O'zini o'zi jahannamga tiqadi odam. O'zi shu sabab bo'ladi jahannamga kirishga. Mana shu haqiqiy uvollik deyiladi. Ana shuning uchun endi 22-oyatda aytadi qarang. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Shak yo'qki, albatta ana o'shalar oxiratda ana o'shalar eng ziyon ko'rganlardir deydi. La jarama buni har xil tafsiri bor. Birinchi tafsiri la shakka, la budda degani, shak yo'q degani. La bud albatta degani. Shak yo'q, albatta ana o'shalar oxiratda ana o'shalar eng ziyon ko'rganlardir. Ikkinchi ma'nosi la degani yuqoriga qaytadi bu. Yuqorida ularda iftiro qilgan narsalar yo'qolib qoldi deyildi-ku. Yo'q, u gaplar hammasi endi yo'q. Ular da'vo qilgan balandparvoz gaplar ham yo'q. Ular da'vo qilgan botil olihalar ham yo'q. Jaroma endi bu yerda bir fe'l bo'ladi bu alohida. Jaroma degani kasb qilish degani. Shunaqa ma'nosi ham bor. Jaroma annahum fil akhirati humul akhsarun. Ular oxiratda eng ziyon ko'rgan bo'lgan kishilar ana shulardir. Ana ular o'sha kasb qildilar o'zlariga degani. Yuqorida aytganimdek o'ziga o'zi qildi bular. Jaroma kasb qildilar bo'ladi. Ular o'ziga o'zi kasb qildilar ana shu oxiratdagi ziyonni. Uchinchi ma'nosi la jaroma la man'a degani. Monelik yo'q, ya'ni hech kimsa endi man qila olmaydi Allohning azobidan ularni. Albatta ana o'shalar oxiratda eng ziyon ko'rganlar ana shulardir. Masalan, jarima deydi-ku o'zimizda. Mana shu arabcha so'zdan olingan. Jarima nimaga jarima deyiladi? Chunki qo'yilgan jarima shu ishni qilishdan boshqalarni man qilish uchun qo'yilgan bo'ladi. O'shani shu jarimaga tortilinganiga qarab boshqalar o'sha ishni qilmasin. Jarimani man qilish ma'nosi ham bor-da, ya'ni. Ana shuning uchun bu yerda hozir la jarima degani la man, hech kim ularni man qila olmaydi. Xuddi shunday ba'zilar buni la qat'a deb ham tafsir qiladi. Hech kim to'xtata olmaydi. Jarima to'xtatish uchun qilinadi-ku, ya'ni hech kim to'xtata olmaydi ular oxiratda ziyon ko'rishidan. Alloh ularga yana shu azobni berishidan. To'rtinchi tafsiri la jarima degani haqqon degani. Haqiqatdan ana shular oxiratda ana o'shalar eng ziyon ko'ruvchilardir. Bu tafsirlarning hammasi to'g'ri. Asli ma'noni tushunsak lug'atni, qolganlar hammasi bir misol deyiladi shuni tushunish uchun. Asl lug'atda jarm degani bir narsani man qilish, kesish degani. Mana shundan yuqoridagi tafsirlar hammasi kelib chiqqan. Shak yo'q degani ham chunki o'sha man qilish ma'nosida aytiladi, shakdi. Yoki masalan man qiluvchi yo'q dedik, yoki kesuvchi yo'q, yoki haqqan dedik. Haqiqatdan degani ham o'sha botilni man qilish uchun aytiladi. Hammasi shu ma'nodan kelib chiqadi. Muhimi Alloh ta'kidlayapti. Shak yo'qki, batahqiq, haqiqatdan, albatta ana o'shalar oxiratda ana o'shalar eng ziyon ko'ruvchilardir. Qarang, ana shular degan narsani 2 marta takrorlanyapti. Annahum fil akhirati hum. Annahum hum, ana shular eng ziyon ko'ruvchilardir. Bu nima uchun ta'kidlandi? Birinchidan yuqorida aytganimizdek, u botil ahli haq ahlini dunyoda ziyon ko'rishda ayblaydi. Befoydaga ketishlikda, umrini zavol qilayotganligida, umrini xazon qilayotganligida ayblaydi. Yo'q, bu narsalar asli zavol ketish, bekor ketish emas. Ana o'shalar, ana ular botil ahli. Ana o'shalar haqiqatdan eng ziyon ko'rganlar. Shuning uchun e'tibor bering, bu yerda endi ahsar degan so'zni keltiryapti. Ahsar degani eng degani. Masalan, bir odam ziyon ko'rdi, lekin unchalik emas. Lekin bir odam ziyon ko'rdi, o'ta qattiq ziyon ko'rdi. Ana buni ahsar deyiladi. Masalan, bir odam 100 so'mlik narsani
50 so'mga sotib qo'yibdi. Xo'p, ziyon ko'rdi, endi unchalik emas. Ammo bir odam 100 so'mlik narsani 1 so'mga sotib qo'yibdi. Bu eng ziyon ko'rgani deyiladi, to'g'rimi? Ana shunga o'xshaydi. Dunyoda haqiqatan biz zarar ko'ramiz. Lekin bu hech narsa emas bu zarar. Bu zararning evaziga qiyomatda gunohlarimizga kafforat avvalo darajatlarimiz ko'tariladi. Bu zarar molimizga kelganmi, jonimizga kelganmi, ahlimizga kelganmi, umrimizga kelganmi, nimaga kelgan bo'lsa ham. Bu zarar degani emas. Eng zarar ko'rganlar sizlar. Hum ana o'shalar. Ular eng zarar ko'rgan odamlar. Jahannamga o'tin bo'lganlar. Shunday jasadni jahannamda yonishiga sabab bo'lganlar. Ana shuncha Alloh aytadi: "Ala zalika huval khusronul mubin." Ogoh bo'lishsizlarki, ana shu haqiqiy ziyondir. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Ayting, sizlarga eng amalda ziyon ko'rganlarni aytaylikmi? Alladina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya va hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ular shunday kishilarki, hayot dunyoda sa'y harakati zoy ketgan, lekin ular o'zini yaxshilik qilyapman deb yurgan. Demak, haqiqiy zarar dunyoda zarar ko'rish emas. Qancha odamga zarar berding, zarar keltirding deydi-ku, hech narsa emas. Haqiqiy zarar oxiratda zarar ko'rish. Shuning uchun ham Alloh fil axirati deyapti mana. Haqiqiy zarar shak yo'qki, ana o'shalar oxiratda zarar ko'rganlar. Bugun din deb ba'zi joylarda vayronagarchilik bo'lsa, jonlar qurbon bo'lsa, oilalar parokanda bo'lsa, hammasi dunyo bu. Ya'ni dunyoda bo'lyapti dinni deb. Bu zarar emas. O'zizcha odamlarga zarar berishga g'am qilsangiz, qancha odam benamoz bo'lib o'tib ketyapti. Allohni tanimay o'tib ketyapti. Ana shular haqiqiy zarar ko'ryapti, dunyosida jannat makonida yashayotgan bo'lsa ham. Ana shunga g'am qilishingiz kerak. Alloh shak yo'qki, oxiratda zarar ko'rganlar ana shular haqiqiy eng zarar ko'rganlar debdi. Qomil hayotud dunya illa mata, chunki hayot dunyo quruq matoh. Endi modomiki mana bu botil ahlining sifatlari gapirilgach, ular zarar ko'rganligi gapirilgach, Qur'on uslubida doim shu narsa borki, buning muqobilida endi haq ahlini gapiriladi. Kim foyda ko'rgan ekan degan savol tug'iladi tabiiy. Ana o'sha foyda ko'rganlar zikr qilinadi. Ularning sifatlari keladi. Ana 23-oyatda Alloh aytadi: "Innal ladina amanu va amilus solihati va akhbatu ila robbihim ulaika ashabul jannati hum fiha xolidun." Albatta iymon keltirgan va solih amallar qilgan va robbilariga hokisor bo'lganlar ana o'shalar jannat ashablaridirlar. Ular unda abadiy qoluvchidirlar. Mana ziyon ko'rmaganlarning sifatlariga diqqat qiling. Birinchi sifat ularda alladina amanu, iymon keltirganlar deyapti. Tabiiyki bu qalbdagi amal iymon. Hamma men iymon keltirdim deyveradi. Lekin hamma ham iymon keltirgan bo'lmaydi. Uni amal tasdiqlamaguncha. Mana bugun ba'zilar borki, mayada bo'lish kerak. Namoz o'qimasa ham, mayada bo'lish kerak, hijob o'rmasa ham. Yo'q. Manerda bo'lganiga qo'shimcha manerlarda, ya'ni tiling, a'zolaringda ham bo'lish kerak. Dalil shuncha Alloh Qur'onda doim mana iymonni amalga bog'laydi. Quruq iymon demaydi. Amanu va amilus solihat deydi albatta. Aks holda yolg'on da'vo. Shuning Alloh mana arabiylarga aytgan: "Qolatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lam yadkhulul iymanu fi qulubikum." Arabiylar kelib olib iymon keltirdik deydi. Yo'q, ayting sizlar iymon keltirmadinglar. Hali sizlar endi islomga kirdinglar. Hali iymon qalbingizga kirgani yo'q. Mana yerda yo'q hali. Ko'ryapsizmi? Odam aytaverar ekan, men iymon keltirganman. Alloh iymon keltirsa ha deydi. Lekin bu bilan amal tasdiqlanmaguncha, amal bilan tasdiqlanmaguncha Alloh uni e'tiborga olmaydi. Tasavvur qil, bugun bir bankka bording. Qo'lingda kart ko'tarib olgansan. Bu kartning ichida chipi yo'q ekan. Yasama. O'sha bankdan senga shu bilan pul chiqarib beriladimi? Yo'q. Yoki bir pasport bilan bording, yasama ekan, qalbaki. Sen shu bilan bir davlat chegarasidan o'tib keta olasanmi? Bilmay qolishsa o'tib ketishing mumkin, lekin bilishsa hech qachon seni o'tkazmaydi. Alloh biladi albatta, hech bilmay qolmaydi. Sen ana shunaqa iymon keltirdim deganingdan keyin agar amaling bilan shuni tasdiqlamasang, yasama iymon, soxta iymon. Shuning uchun doim iymon keltirgan deb davomida mana amilus solihat deydi. Amal qilgan deydi. Endi amal ham har kim o'zicha men ham amalim bor deyveradi tabiiy. Kimdir bor mushukka suv berganni amal deydi. Kimdir bor riyokorlik qilib kameraga tushib bir yetimga miskinga bir qop kartochka berib kelganini amal deydi. Hamma amalini o'zicha amal deyveradi. Amal ham u hashakalla amal emas. Amal Alloh aytgandek va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashib qilinishi kerak. Shuning uchun doim amalda ham solihat deydi mana. Solih amal qilsa.
Amal solih bo'lishligining ikki sharti bor. Birinchisi Allohga ixlos bilan bo'lish kerak. Kameraga tushish uchun emas, xo'ja kursinga emas, riyokorlikka emas. Allohga xolis bo'lish kerak. Shunda solih amal deyiladi. Ikkinchidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilgandek bo'lish kerak. O'zicha bidat xurofot qilib qilingan duoy patolar, xudoy qirqlar, bunaqa bidatlar amal emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilmagandek qilish amal emas. Qachon amalda mana shu ikki shart topilinsa, ixlos va Rasululloh qilgandek, ana shunda buni solih amal deyiladi. Bular esa toatlarni qilish bilan bo'ladi va ma'siyatlardan tiyilish bilan bo'ladi. Endi tabiiyki bu ikkitani qildi degan bilan ham ya'ni to'g'ri inson bir daraja ko'tarilyapti buni qarang. Iymon bilan kofirlar safidan teparoqqa ko'tarildi, musulmon bo'ldi ya'ni. Keyin amal bilan, amal solihatlar bilan musulmonlik safidan ham iymon safiga kirdi. Lekin mana shu ikkinchi tabaqadan o'tgandan keyin ham uchinchi tabaqada ko'pchilik to'kilib ketib qoladi. Uki masalan muslimlik, mo'minlik, keyin ihson darajasi deymiz-ku. Mana bu yerda hozir ixbot darajasi deyiladi. Robbisiga hokisorlik darajasi. Ko'pchilik mana shunda to'kilib ketib qoladi. Ya'ni musulmon, islomga kirgan la ilaha illalloh rasululloh qalbida iymoni bor. Mo'min amal qilyapti. Lekin shunday bir vaziyatlarga to'g'ri kelganda Allohga bo'ysunmay qo'yadi. Masalan bir nizo paytida qo'y Alloh rasuliga qaytaylik desangiz, yo'q. Mana bunaqa bo'lish kerak. Menimcha. Yoki ba'zilar hozir mana hamma narsaga amal qiladi. Faqat illoki davlatga qarshi bo'lgan o'rinda yo'q, davlatga qarshi chiqma deydi. Ha, Alloh aytsa ham, Alloh aytsa ham davlat aytganini qil. Yoki ba'zilar kimdir bilmayman ota-onaga shunaqa. Ota-ona aytganini qil. Ha, Alloh norozi, yo'q, norozi bo'lsa ham ota-ona aytganini qil. O'zimiznikini qil. Yoki ba'zilar xotinlar mana. Hamma narsaga xo'p deydi, lekin shariat ko'p xotinlik yo'q. Shu joy menga to'g'ri kelmaydi deydi. Erkaklar ham shunaqasi bor. Hamma narsaga xo'p deydi, jihodsi yo'q, shu joyga to'g'ri kelmaydi. Shariat hokimligi yo'q, bu joyiga to'xtadi. Ana shu joyga kelganda ko'pchilik to'kilib ketadi yana. Ana shuning uchun oyatning davomida Alloh aytadiki, qarang, iymon keltirdi degan bo'ldi degan emas. Solih amal qildi degan bo'ldi degan emas, uchinchi sifat ham kerak ekan. Va akhbatu ila robbihim. Robbilariga ixbot qilganlar deyapti. Ana shular mo'minlar jannatiylar. Ixbot nima degani? Ixbot xobata so'zidan olingan. Xobata degani bunday chuqur yerda xobata deyiladi, past yerda. Shundan olib bir odamni qarshisida past ketib tursa, xo'p deb ya'ni. Tilini bir qarshi qilmasdan yoki g'udda emasdan bir odamni oldida egilib, xo'p nima desangiz ham deb tursa, ana shu odamni xobata ila fulan deyiladi. Palonchiga tavozu qilyapti. Shuning uchun bu oyatda akhbatu ila robbihimni ba'zi ulamolar robbilariga ixlos qilgan deb tafsir qilgan. Bu ham shunga kiradi. Ba'zilar robbilariga tavozu qilgan deb tafsir qilgan. Bu ham to'g'ri. Ba'zilar robbisiga xushu qilgan deb tafsir qiladi. Ham to'g'ri. Hammasi shu ma'no atrofida aylanadi. Robbisiga hokisorlik qilgan. Robbisi degan kalimani ishlatilganini qarang. Buni ko'p aytdik o'tgan darslarda, yana aytamiz, biz qulmiz. Menimcha deb turmaymiz. Hojamizdan buyruq kelganda undan pastdagi hojalarni buyrug'iga itoat qilamiz demaymiz. U davlat rahbari bo'ladimi? Ota-ona bo'ladimi? Ustoz bo'ladimi? Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Urf-odat bo'ladimi? Nafsimiz bo'ladimi? Menimcha demaymiz. Hech qaysisining gapiga kirmaymiz, modam tepadan buyruq kelganda. U tepa kim? Robbimiz. Biz qulmiz pastdagi. U bizning Robbimiz. Ana shu Robbimizning oldida hokisor bo'lib turamiz. Ana shu eng komil mo'minlik degani. Afsuski yuqorida aytdim misollarini iymon darajasidan o'tib kelib, lekin mana shu joyga kelganda ko'pchilik to'kilib ketib qoladi. Hammada bir nimadir jihatlardan mana shu joyda to'kilish bo'ladi. Robbisiga ixbotni ko'rmaysiz. Ya'ni xo'p demaydi. Balki iblisga o'xshab sapchib tepaga menimcha bunaqa bo'lish kerak emas. Men undan yaxshiman, noto'g'ri qilding mana shu yerda deb turadi. Ana shuning uchun ixbotni Alloh qalbga bog'lagan bir oyatda qarang. Val ya'lamallazina utul ilma annahu al-haqqu bir robbik. Ahli ilmlar buni Robbingizdan haq ekanini bilsin uchun fayu'minu bihi, unga ular iymon keltirishlari uchun fatukhbita lahu qulubuhum deydi. Qalblari unga bo'ysunish uchun deydi. Ko'ryapsizmi? Buni Alloh ahli ilmlikka bog'layapti, iymondan keyingi martabaga bog'layapti. Qalb sinish kerak Allohning qarshisida. Ba'zi odamlar jasadi sinar, qalbi sinmaydi lekin. Ya'ni yo'q deya olmaydi tili bilan yoki a'zolar bilan qarshi chiqa olmas shariatga. Lekin ichda qarasangiz alamchasi bo'ladi-da shariatda mana shu joyiga. Ana shu odamning qalbi sinmayapti Allohga degani. Shuning uchun Alloh rasuliga aytgan: "Fala va robbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum." Robbingizga qasam iymon keltirgan bo'lishmaydi toki o'rtalarida chiqqan nizoda sizni hakam qilmaguncha degan.
Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt. So'ngra ko'ngillarida siz qilgan hukmdan haraj ozgina bo'lsa ham g'ashlik topmasliklari kerak. Ko'nglingda alamchang qolmasligi kerak shariat hukmidan. Va yusallimu taslima, unga batamom taslim bo'lish kerak. Zarracha ko'nglingda alamchang bo'lsa, shariat hukmidan senda ixbot, ya'ni Allohga past ketish yo'q, Robbingga past ketish. Ba'zi odamlar bor, shu haqqi uni bo'yniga egib bo'lmaydi-da. Osonlikcha taslim bo'lmaydi. Ana shu ixbot yo'q degan. Ba'zi odamlar bor, haqqi shunday oson taslim bo'ladi. Ana shu oyat tafsirda ba'zi ulamor aytgan, yanqadu lil haqqi bisuhula. Robbilariga ixbot qilganlar degani haqqi oson taslim bo'ladigan odamlar degani. Ana shu eng mo'minlikning komil ko'rinishi. Mana Abu Bakr Siddiq nima uchun Siddiq deb nomlangan? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar-ku, kimni islomga da'vat qilsam, unda bir ikkilanish bo'lgan, illo Abu Bakr deganlar. Ana shu ixbotning eng komil ko'rinishi u kishida bo'lganidan shunday taslim bo'lib ketgan bitta chaqirganlaridan. Hozir ba'zilariga shu dunyo ustun bo'lib ketish kerak, keyin tan oladi haqligini. Ha, to'g'ri aytgan ekan o'shanda deydi. Mana bu ixbot yo'qligidan-da. Bu kibrdan aslida, ya'ni. Shuni bilingki, ixbot Allohga bo'lgandek ba'zan odamlar bilan muomalada ham ko'rinadi ixbot. Allohning buyrug'iga teskari bo'lmagan o'rinlarda, masalan, ota-onaga shunday xo'p deb bo'ysunishdi, tezda hokisor bo'lib sinish, ustozga sinib turish, Allohga osiy bo'lmagan o'rinlarda debman. Erga mana hokisor bo'lib turish yoki amirga, amriga uni hokisor bo'lib turish, xavorijlik qilib har narsaga e'tiroz bildirib turmaslik. Mana shu banda bilan muomalada ham bo'ladi. Mana Kalbiy rahimahulloh shuncha oyatning tafsirida aytganlar, Robbilariga ixbot qiladiganlar degani qalbi yumshoq kishilar deb tafsir qilgan. Yana shunday oson bo'ysunadi haqqa, ya'ni. Amr ibn Uvays aytganlar, Robbilariga ixbot qilgan kishilar shunday kishilarki, ular zulm qilmaydi birovga degan. Va zulm qilsa ham hattoki u o'cholmaydi degan. Zulm qilinsa ham unga, ya'ni. Zulm qilinsa ham unga o'cholmaydi. U zulm qilmaydi birovga. Unga zulm qilinsa ham hatto o'cholmaydi. Shu qalbi, ya'ni kamtar odamlar. Mana Oysha radhiyallohu anha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sifatlab aytganlar, qarang. Kana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rajulan sahlan. Idza hawitu shay'a tabani alayh. Rasululloh yengil odam edilar. Men bir narsani istasam, menga o'shanda tobi bo'lib ketaverardilar degan. Imom Muslimda kelgan rivoyat bu, qarang. Buni qachon aytganlar Oysha onamiz? Mana hajga borganlarida haj ko'rib qolganlar-ku. Keyin hamma ham umra ham haj qilib ketyapti. Endi men bitta haj qilib ketaman, umra qila olmayman deganlarida Rasulullohga mana shuni aytganlarda, bo'lmasam Rasululloh bo'ldi, yig'ishtir, ket desalar bo'lardi. Shuni demaganlar, qarang. Xo'p, mayli deganlarda akasi bilan jo'natib yuborganlar, borib ihrom o'rab kelib umra qilganlar Oysha onamiz. Ana shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu sifat bilan Oysha onamiz sifatlaganlar. Rasululloh shunaqa yengil odamdir. Ya'ni bir odam botilmas o'rinda Rasulullohni o'ziga ergashtira olgan, qarang. Xotin bo'lsa ham. Tasavvur qilyapsizmi? 18 yosh, 17 yosh qiz Oysha onamiz. Rasululloh yoshlari nechida endi o'sha vaqtda 60 yoshlar atrofidalar. Shunga ergashib ketganlar Oysha onamiz shu gaplariga. Hech qaysarlik qilmaganlar. Ujarlik deydi-yu ba'zi odamlar. Shu aytganimni qildiraman deydi. Mana bu narsa haqda bo'lsa mayli. Yo'q, modomiki bir haqni narsa ustida emasmi? Odam bunaqangi ujar bo'lmasligi kerak. Shariatga zid emasmi? Odamlar sizni chaqirayotgan narsa. Shunday oson bo'ysun ketuvchi bo'lish kerak. Ana shu ixbot degani. Bu Alloh bilan muomalada ham ko'rinar ekan, mana odamlar bilan muomalada ham ko'rinar ekan. Mana shuning uchun Alloh aytayaptiki, iymon keltirgan, solih amallar qilgan, Robbisiga ixbot qilganlar, ana shularga endi bashorat beriladi, mana nimani? Jannatni. Ulaika ashabul jannah, ana shular jannat egalaridir deydi. Ana bugun o'zicha otarchi o'lsa ham, aktyor o'lsa ham unga jannatni bashorat berayotganlar. Qarangchi, ularda mana shu sifatlar bormikan? Mana kimga jannatni bashorat beriladi? Tog'utni himoya qilib askar o'lsa ham jannatni bashorat berayotganlar. Qarangchi, shu sifatlar bormikan ularda? Iymon, solih amal, ixbot, Robbisigami yoki bandalar bilan muomaladami? Qani topiladimikan? Topilsa bering, jannatga ana shunday insonlarga bashorat beriladi. Ulaik, ana shular ashabul jannah bo'ladi, jannatni egalari. Shuning uchun Alloh Qur'onda qarang aytgan. Mavzu avvalda o'qidik buni. Haj surasining 34-oyatida va bashiril muhbitin. Muhbitinlarga bashorat bering degan. Zolimlarga bashorat berilmaydi, zolim tabiat odamlarga. Muhbitinlarga jannatda mana shunday bashorat beriladi. Keyin aytadiki, ulaika ashabul jannah, ana o'shalar jannat ashobidirlar. Ashobi degani egasi degani. Shuniki jannat degani mana. Ulaik ana o'sha sifatni egallaganga degani.
Endi jannatga kirdi degandan keyin u ne'matning tamomiyligi uni abadiyligida bo'ladi. Aks holda har qanday ne'mat ketsa, u ne'matning ketishi u ne'matni loyihalatib turadi. Bir kun tugaydi degan narsa ne'matni loyihalatib turadi. Ana shuning uchun doim jannatni zikr qilib, u ne'mat abadiyligini zikr qiladi davomida Alloh. Hum fiha xolidun. Ular unda abadiy qoluvchidirlar deydi. Ularga mana bu ne'matni loyihalatay degan narsa uki, bir kun tugab qoladi degan narsa yo'q. Ular unda jannatda xolid, ya'ni mangu abadiylar. Endi keyingi 24-oyatda mana shu ikki firqaning uki Allohning yo'lidan to'sgan, o'zi ham amal qilmay, birovlarda ham qo'ymagan va Allohning diniga amal qilgan mana shunday muxbitinlar, shu ikki firqaning misoli keltiriladi. Kar, ko'radigan, eshitadigan kishilarga ularni taqqoslab misol qilinadi. Inshaalloh keyingi darsda mana shu 24-oyatdan davom ettiramiz. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka va atubu ilayk. Allohu a'lam.